Qon kasalliklari ko'proq kimlarda uchrayapti? Yosh bolalarda va kattalarda. Xo'p, kattalarda qaytadan paydo bo'lib qolyapti bu kasalliklar. Masalan, 30, 40, 50, 60, 70 ga chiqqanda ham bo'lib qolyapti. Qattiq stress bo'lgandan keyin 2 oy ichida oq qon bo'lib qolganlarni ko'ryapman. Turmushdan ajralish paytidagi janjallar yoki bo'lmasam biznesdagi janjallar yoki biznesdagi yutqizuvlar, qattiq siqilish va yana qanaqadir siqilishlar oqibatida birdan oq qon kasalliklari, hattoki sirroz kasalliklari hech qanday gepatit yo'q, lekin mana shu 2 oy ichida, 3 oy ichida jigar ko'tara olmadi, qon ko'tara olmadi. Ularda hech qanaqa trombostopeniya, trombostopatiya, ITP hech qanaqa kasalliklar yo'q. Birdaniga oq qon tashxisi. 2 oy oldingi rasmi bilan 2 oy keyingi rasmini orasida juda ham katta farq borlarni mana shu paytgacha ko'rib kelyapman va shu paytda men ular bilan ham muloqot qilaman, gaplashaman. Nima bo'ldi desam, mana shu 2 oy oldin yoki 3 oy oldin mana shunaqangi holat bo'lgan edi, qattiq tushkunlikka tushib qolgan edim. Shundan keyin shu kasallikka alomati kelib chiqqanini sezdim. Men shundan ko'ryaptim degan, undan oldin bunaqa holatlar menda bo'lmagan degan gaplarni ham eshitib kelaman shu paytgacha va o'sha narsalarni hammasini yozib boraman. Xo'p, bu kattalarda birdan keladigan oq qon kasalliklar. Yosh bolalarda ularni ham mana analiz qilib kelyapman. Ularda ham mana shu tez-tez shamollash va shamollashlar oqibatida ketma-ket olingan antibiotiklar, ya'ni kuchli dori-darmonlar orqasidan kelib chiqayotgan mana shu qon kasalliklari deb o'ylayman. Bunday kasalliklarga duchor bo'lgan bemorlar yosh bo'ladimi, katta yoshdagi bo'ladimi, umuman tushkunlikka tushmang. Xudo xolasa Alloh buyuk, mahsulotlarimiz bor. Biz kattalarga 40 kunlik, yosh bolalarga 30 kunlik muolaja beramiz va har 2-3 kunda holati haqida ma'lumot berib turishadi va o'sha bergan ma'lumotlarga qarab analiz topshirib turamiz. Mana shu 30 kun kichkinalar, kattalar 40 kun ichida agar trombositlar ko'tarib, ilik ruschasiga aytganda kostniy mozg harakatga tushib ishlab ketsa, muolaja davom etib, bemorlar yaxshi bo'lib chiqib ketishyapti. Lekin yana bir narsani aytib o'taman, bu davrda meditsina tarafdan har qanday muolajalar ham baravariga davom ettiriladi. Chunki tabobat bilan tibbiyot o'rtasida sog'lom raqobat bo'lishi kerak. Qayrinidir meditsina, qayrinidir tabobat to'ldirishi kerak. To bu o'sha ilikka harakatga tushirtirib, o'zini ishini qilguncha bu yoqda qon ketib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha meditsina tarafdan berilgan dori-darmonlar ham baravar davom ettiriladi. O'sha analizlar natijalari ijobiy natijalarga chiqa boshlagandan keyin uni meditsina xodimi ham, biz ham shu narsani ko'rib, ular ham o'sha berilayotgan him dorilarni kamaytirib borishadi va bemor xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib chiqib ketadi. Bu yerda eng asosiysi bemor dietasiga to'liq e'tibor berishi kerak. Sitrus mevalar, shokolad, konfet, shakar mumkin emas, napitkalar, faqat qozon ovqat yeyilishi kerak va mol go'shtini qora joyidan va domashniy parranda go'shtlaridan tayyorlangan mahsulotlar dimlangan va parnoy, ya'ni o'sha dimlangan va suyuq ovqatlar iste'mol qilish kerak bo'ladi. Hayvon yog'laridan qilingan ovqatlar esa bularga umuman mumkin emas va issiqqa chiqish mumkin emas. Meditsina tarafdan masalan shu narsalar mumkin bo'lsa, masalan tabobat tarafdan, biz tarafdan bu narsalar mumkin emas. Mana shu taraflarga e'tibor berilsa, inshaalloh Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqib ketayotgan bemorlarimiz juda ko'p. Faqat tushkunlikka tushish kerak emas, kayfiyat birinchi o'rinda yuqori bo'lishi kerak. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Oq qon kasalliklarini yosh bolalarda ham, kattalarda ham bir xil bo'ladi alomati. Ya'ni o'sha badanlarda ko'karishlarning paydo bo'lishi yoki burun qonashi yoki bo'lmasa milklarning qonab turishi, tinka qurishi, kayfiyatni buzilishi, asabiylik, mana shu holatlar oq qon kasalliklarining belgisi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'zingizga e'tiborli bo'ling, tushkunlikka tushmang, inshaalloh Xudo xolasa shifosi bor. Agar menga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta analiz bilan murojaat qilishingizni tavsiya etaman. Chunki biz bergan mahsulotlardan keyin yana tekshiruvlar bo'ladi va oldingi va keyingi analizlar bilan birga biz sizga xulosamizni etib boramiz.